Assalomu alaykum. Men Muxlisa Sobirjonova, Dana tadbirkorlik va pedagogika instituti xorijiy til va adabiyoti quyi kurslar kafedrasi o'qituvchisiman. Demak, bugungi darsimiz present simple tense, hozirgi oddiy zamon. Biz hozirgi oddiy zamonni qo'llanilishini va qachon qo'llanilishini shu darsda o'rganib chiqamiz. Demak, what is the present simple tense? Hozirgi oddiy zamon nima va u qachon ishlatiladi? Hozirgi oddiy zamon muntazam, qayta-qayta sodir bo'ladigan yoki umuman to'g'ri bo'lgan harakatlar yoki holatlarni tasvirlaydi. Bu ingliz tilidagi eng keng tarqalgan zamonlardan biri bo'lib, oddiy harakatlar, faktlar va odatlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Using the present simple tense, demak, present simple tense hozirgi oddiy zamonni ishlatilishi. The first one, birinchidan routine actions, ya'ni muntazam harakatlarda qo'llaniladi. For example, misol uchun, I wake up at 7 am every morning. Men har kuni ertalab soat 7 da uyg'onaman. Facts, faktlarda, the earth rotates around the sun. Demak, yer quyosh atrofida aylanadi. Yoki habits, odatlarda, she drinks tea every afternoon. U har kuni tushdan keyin choy ichadi kabi misollarni keltirib o'tishimiz mumkin. Ya'ni odatlar va faktlarga e'tibor beramiz. Keyingisi, demak, forming the positive form of the present simple tense. Demak, hozirgi oddiy zamonni darak gaplarda ishlatilishi. Biz hozirgi oddiy zamonni ishlatganda ega plus fe'l tarzida formuladan foydalanamiz. Ya'ni I, you, we, they, he, she, it bu yerda ega bo'lsa, fe'lning birinchi shakli demak kesim bo'lib keladi, verb bo'lib keladi. Biz qanday o'zgarish qilamiz? Demak, I, you, we, they, ya'ni men, sen, biz, ular deganda biz fe'lning birinchi shaklini o'zini qo'llaymiz. Faqatgina he, she, it, u deganda esa biz fe'lga s yoki es qo'shimchalarini qo'shamiz. Qachon sni o'zi, qachon es qo'shimchasini qo'shamiz? Biz keyingi darslarda bu haqida gaplashamiz. Va keyingisi, demak, fe'llar bilan birgalikda, demak, present simple tense hozirgi oddiy zamonni ko'rib chiqamiz misollari bilan. Subjectga har doimgidek, demak, egaga I, you, he, she, it, we, they kabilar berilgan. Verbga play, ya'ni o'ynamoq fe'li berilgan. Biz yana bir marta eslatib o'tamiz. He, she, it deganda playga s qo'shimchasi qo'llanilgan. Bu ko'plik qo'shimcha hisoblanmaydi bu yerda. Demak, biz fe'lga s qo'shimcha qo'shganmiz va ma'noga hech qanaqa o'zgartirish kiritmaganmiz. Bizga ma'lumki, otlarga es yoki s qo'shimchasi qo'shilsa, ko'plik hisoblanadi. Demak, birinchisi I play. I play tennis every weekend. Men har hafta oxirida tennis o'ynayman. Keyingisi you play. You play the piano beautifully. Siz chiroyli pianino chalasiz. Keyingisi he, bu yoqda chalmoq kelgan play. He plays basketball with his friends. U uning do'stlari bilan basketbol o'ynaydi. Keyingisi she plays the guitar in a band. Demak, u guruhda gitara chaladi. Va it plays a melody when you press the button. Demak, siz tugmani bosganingizda u ohangga o'ynaydi kabilardir. We play board games on Friday nights. Demak, biz juma kuni kechqurun stol o'yinlarini o'ynaymiz. Va oxirgisi they play video games together. Biz birgalikda ular birgalikda video o'yin o'ynashadi kabi misollari qo'llanilgan. Irregular verbs in the present simple tense, ya'ni hozirgi oddiy zamonga ba'zi fe'llarning o'zgarishi. Hozirgi oddiy zamonda quyidagi fe'llar hamda barcha fe'llarga uchinchi shaxs birlikda es qo'shilib o'zgaradi. Birinchisi to be. To be ni bizga ma'lumki to be am is are. Bunga alohida qo'llanamiz, ya'ni
I am, you are, he she itga is, we theyga are qo'shimchasi qo'shamiz. Takrorlayman, faqatgina I ga am, he she itga is, you were, we theyga are qo'llaniladi. Keyingisi to have, bor bo'lmoq fe'li. To have, bor bo'lmoq fe'li uchun shaxs birlikda has ga aylanib ketadi. Ya'ni I, you, we theyga have, he she itda esa has qo'llaniladi. To do, qilmoq bajarmoq. To do, qilmoq bajarmoq fe'liga uchun shaxs birlikda he she itda es qo'shiladi. Misol uchun I do, you do, we do, they do. Faqatgina he she itda das qo'shimchasini qo'shib yasayapmiz. Keyingisi, demak, present simple tense ga, hozirgi oddiy zamonga, demak, ba'zi bir keywordslarni, ya'ni signal so'zlarini qo'llash orqali biz yanada qo'shimcha ma'no beramiz. Shu signal so'zlar aynan present simpleligini, gapni bildirib turadi. Chastota qo'shimchalar hisoblanadi bular. Birinchisi, always, har doim. I always go to bed early. Men har doim uxlashga erta uyg'onaman. Keyingisi, often. She often eats breakfast at work. U ishda tez nonushta qiladi. Keyingisi, sometimes, ba'zan. He sometimes forgets his key. U ba'zan uning kalitlarini unutadi. Keyingisi, rarely, ya'ni kamdan kam holatlarda. They rarely watch TV. U kamdan kam televizor ko'radi. Va oxirgisi, never, hech qachon. We never eat fast food. Biz hech qachon fast food yemaymiz kabilar. Demak, when to use the present simple tense. Biz present simple tense'da qaysi holatlarda ishlatilishiga yana bir bor to'xtalib o'tamiz. Routine actions, ya'ni muntazam harakatlarda, facts, faktlarda, habits, odatlarda, general truth'ga, umumiy haqiqatlarda ishlatamiz. Example'lar, misollarini berib qo'yibdi. The sun rises in the east. Quyosh sharqdan chiqadi. He drinks coffee every morning. U har kuni ertalab kofe ichadi. Water boils at 100 degrees Celsius. Demak, suv 100 daraja Selsiyda qaynaydi degan misollar keltirilgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.